Musulmonlar, men Suza rayonidanman, Suza qayildan bo'laman. 20 yil burun Hizb-ut Tahrirda 3-4 yil Allohga darslar qilib yurganman. Keyin bu yo'lda noto'g'riligini bilib, bu yo'ldan qaytdim. Musulmon birodarlar, agar shu yo'lga ergashgan bo'lsanglar, qaytinglar. Bu yo'lni to'g'ri deb bilmanglar. Har bir narsa Allohdan. Bugungi kunda meni xotinim, qizim, o'g'lim, nevaram shu ekstremizmning orqasidan Siriyaga ketib, lagerda o'tirishibdi. Farzandlarim mana bugungi kunda qiynalib o'tiribdi. Shu narsadan men ularga ta'lim tarbiya berganim uchun men mana 80 kilodan 60 kilo qoldim. Kasal, ustiga kasal, yaxshilik tortmayapman. Sizlardan iltimos qilaman, bunday yo'ldan qaytinglar.